Sizlar uchun yangi kontent. Ketdik. Singlim savol beraman, to'g'ri topsangiz iftorlimandan. Xo'roz bir kunda nechta tuxum tug'adi? Xo'roz tug'maydi. To'ppa-to'g'ri. Jaloliddin Ahmadaliyev kim bo'lgan? Boksyormi yo futbolchimi? Boksyor. To'ppa-to'g'ri. Ronaldo kim bo'lgan? Uchuvchimi yoki vertolyotchimi? Menimcha u boksyor bo'lgan. Boksyor bo'lgani to'ppa-to'g'ri. Singlim, siz uchun savol. Sut nimadan tayyorlanadi? Meldanmi yoki oqlikdanmi? Meldan. Ya o'zingga kelgan gapni gapirma uning oldida. Meldanmi? To'ppa-to'g'ri. Ukajon, siz uchun yana bitta savol. To'g'ri topsangiz bitta mojito mendan. Amir Temur boboyimiz kim bo'lgan? A. Shoir, B. Olim. Olim bo'lgan. Miyaga yangilik bo'ldingi. To'ppa-to'g'ri. Sizlar uchun. Bir hunarlaringni ko'rib qo'yaychi.